Xo'sh, assalomu alaykum barchangizga. Yo'qotib qo'ymadilaringmi meni? Qizlarjonlar, nimani ko'rsatmoqchiman sizlarga? Buni qarang. Mana shunaqa terrasada o'tiribman. Chiroyli manzarada. Va nima demoqchiman? Sizlarga yangiligim bor. Biz kunimizni va nihoyat vaqtimizni va joyimizni aniq qildik. Master klass xudo xolasa 28 bo'lgani aniq edi. 14:00 da Edu Masterda bo'lib o'tadi. Juda ham o'zim shu yerda bo'lsam ham Balida qizlar komandam tinmay ishlayapti. 24/7 desak to'g'ri bo'ladi, har doim svязda. Va shuni ham aytib o'tmoqchimanki, qizlarjonlar, master klassga joylar to'lib boryapti. O'sha kunimizni, vaqtimizni va joyini aniqlaganimizdan boshlab joylar 72 ta joy qoldi atagina va shuni aytmoqchimanki, 14:00 da rovni boshlaymiz. 13:00 dan boshlab odam kelishni boshlaydi. 14:00 da уже hech kimni ola olmaydi.